Assalomu alaykum. Haftaning top sun'iy yangiliklari bilan tanishamiz. Bu hafta demak har doimgidek yangiliklarga boy bo'ldi va asosiy masala sun'iy agentlarining mustaqil qaror qabul qilishi, internetdagi ba'zi bir o'sha saytlarni buzib kirganligi haqidagi va xabarlardan keyingi umuman bozorning, hukumatlarning va sun'iy tadqiqotchilarni, olimlarni unga bo'lgan e'tirozi va unga bo'lgan munosabati haqida bo'ldi. Keling, mana shular haqida batafsil gaplashamiz. Birinchi yangiligimiz bu o'zimizning O'zbekistondan Soliq qo'mitasi sun'iy soliq xizmatlar portalini ishga tushirdi. Demak, ai.soliq.uz portali ishga tushirildi. Bu portal men o'zim kirib shaxsan ishlatib ko'rdim. Aynan tadbirkorlar uchun, ya'ni turli xil o'sha o'zining firmasi bor yoki xususiy tadbirkor va sizni akkauntingiz orqali kirganingizdan keyin aynan sizni firmangiz holati bo'yicha juda ko'p batafsil ma'lumot berar ekan. Buxgalterlar uchun juda foydali, yuristlar uchun foydali. Umuman olganda kompaniyani demak hisob kitobini yurituvchi va shunga mas'ul bo'lgan odamlar uchun, masalan men direktor sifatida kirib ko'rganimda kompaniyam haqida juda ko'p ma'lumotlarni oldim. Demak, avval ham shu ma'lumotlar bor edi, lekin bu safar qulayligi demak soliq qo'mitasi LLM ham qilgan, ya'ni o'sha til modelini ham yaratgan va chatda bevosita siz kompaniyangiz haqida tushunarli tilda, ya'ni o'zingizga tushunarli tilda savollar berishingiz mumkin. Ko'pincha bu soliq tizimidan asosan kompaniya buxgalterlari foydalanar edi, chunki u yerdagi demak interfeys ham hamma narsa aynan yurist yoki buxgalterlar uchun qulayroq qilingan edi. Mana endi bu tizimdan oddiy tadbirkorlar ham foydalanishi mumkin, kompaniya rahbarlari ham bemalol foydalanishi mumkin. Menga juda ham yoqdi, ishlatib ko'rdim. Kamchiliklar bor, yo'q emas, lekin bu birinchi yo'lga qo'yilgan tizim sifatida juda ham afzalliklari ko'p. Ya'ni menga o'sha ochganimda ichida deyarli kompaniyaning istalgan yo'nalishlari bo'yicha, misol uchun hisobidagi turli xil bo'lib o'tgan tranzaksiyalar bo'yicha ham, kompaniyaning hozirgi holati bo'yicha ham, soliqdagi qarzdorliklari bo'yicha ham yoki turli xil o'sha soliq jarayonida sizda paydo bo'lgan savollar bo'yicha ham juda ham ko'p demak imkoniyatlar qilingan. Bemalol savol-javob qilib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, agar tadbirkor bo'lsangiz, ai.soliq.uz kirib ko'ring, ishlatib ko'ring, menga yoqdi. Agar yangiliklar siz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta video ostiga like bosing va obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Ikkinchi yangiligimiz, Microsoft bu yil Copilot super ilovasi chiqishini tasdiqladi. Aslida Microsoft Copilot dasturi anchadan beri bor. O'sha ChatGPT'lar bilan deyarli bir vaqtda chiqqan dastur. Asosan Copilotdan shu paytgacha dasturchilar foydalanar edi va birinchi versiyalarda Copilotning vazifasi sizni dasturingizni masalan yozish jarayonida davom etib turish. Masalan, nimadir so'z boshladingiz, shu so'zni oxiriga yetkazib qo'yish. Nimadir buyruq boshladingiz yoki nimadir funksiya yozishni boshladingiz, oxiriga yetkazib qo'yar edi va sizga turli xil o'sha yozish davomida yordam berib turardi. Keyinchalik Copilot biroz har xil narsalarga tashlab ko'rdi Microsoft o'zini. Ya'ni orada Copilot va ChatGPT'ni, ya'ni OpenAI bilan hamkorlik qilib turib GPT modelini integratsiya qildi. Orada Copilot kompyuterlar ishga tushirdi, ya'ni Windows ichida Copilot paydo bo'ldi. Keyin Autopilot degan mahsulot paydo bo'ldi va shu bilan xullas bozorda Microsoft o'zini qandaydir bir nima deydi, unikalligini yo'qotib qo'ydi. Ya'ni hech kim tushunmadi Copilot o'zi nima? Dasturchilar uchunmi, oddiy foydalanuvchilar uchunmi, o'z qanaqa funksiyalari bor, OpenAI, ChatGPT bilan nima farqi bor? Chunki o'sha paytda Copilotni ochsangiz, ichida o'sha ChatGPTga o'xshab GPT 5.6 yoki GPT 4 degan modellar ko'rinib turadi. Ya'ni ChatGPT bilan bir xil funksiyani bajarar edi. Mana endi Microsoft sal aqlini yig'ib olibdi va demak Satya Nadella taklif qildi. Mana o'tgan hafta 29-iyul butun hamma sun'iy intellekt atrofida qilayotgan hamma dasturlarni bitta mana shu Copilot degan nom ostida birlashtiradi va bu Copilot hamma uchun yordamchi bo'ladi. Dasturchilar uchun ham, oddiy foydalanuvchilar uchun ham. Demak, mana shu bitta yagona Copilot dasturi bo'ladi, odamlarni chalg'itmaydi. Copilotdan foydalangan holda, demak, siz turli xil vazifalar bajarishingiz mumkin bo'ladi va yuqorida aytganimdek, kelajak qayerga qarab ketyapti? Mana shu, demak, agentlarga qarab ketyapti. Microsoft sal oldinroq Autopilot deb xususiy, ya'ni shaxsiy agentini taklif qilgan edi. U ham mana endi Copilot bilan birlashib ketadi. Ya'ni sizni shaxsiy agentingizning nomi ham Copilot bo'ladi. Oldingidagi chalg'imaysiz. Copilot dasturlash uchun, Autopilot shaxsiy uchun degan narsalar bo'lmaydi. Uchinchi yangiligimiz, Word dasturi orqali sun'iy hujumlar qilish yo'li ochiqlandi. Bu juda ham kutilmagan bir hujum ko'rinishi bo'ldi. Buni demak Hakon Malloy degan tadqiqotchilar topishgan bu zaiflikni. Demak, zaiflik qanday qilib ishlaydi? Hozirgi kunda bilasiz, Microsoft Word dasturining ichida ham
o'sha Copilot ishlatishingiz mumkin yoki ChatGPTni yoki hattoki mana bu Claude ham bemalol hozir Word dokumentlar bilan ishlay oladi. Word dokumentlarini ochib, ichini ko'rib, unga o'zgartirish kirita oladi. Demak, bu yerda g'oya qanday bo'lgan? Word faylni ichiga oq fonda, oq shriftlar bilan ko'rinmaydigan, ya'ni sizga ko'rinmaydi, ekranda qaraganingizda ko'rinmaydi, lekin u dokumentda o'sha matn turibdi. Bu matnda esa buyruq bo'lgan va bu buyruq kimga bo'lgan? Mana shu hujjatni o'qiyotgan sun'iy intellektga bo'lgan. Masalan, siz agar bu hujjatni deylik ChatGPT yordamida o'qiyotgan bo'lsangiz, demak ChatGPT bu hujjatni o'qish davomida mana shu buyruqni ham o'qiydi va bu buyruqni o'qigandan keyin mana shu buyruqda yozilgan vazifalarni bajaradi. Tushunarli bo'ldi. Demak, Wordning ichiga maxfiy buyruqlar tiqib ketishgan. Va siz bu buyruqlarni tabiiyki o'z ko'zingizga qaraganda ko'rmagansiz, shunchalik ko'rgan va hammasidan qizig'i bu worm, ya'ni qurtmi deb nomlasa bo'ladi. Qaysi ma'noda? Bu bitta hujjatda bor o'sha buyruqni ChatGPT обработка qilish jarayonida yoki o'sha sun'iy intellekt unga ishlov berish jarayonida buni boshqa hujjatlarga ham ko'chirgan. Ya'ni buyruq shunaqa bo'lgan. Ya'ni sen mana bu buyruqni ko'rding, bu buyruqni endi boshqa hujjatga ham ko'chirgin. Mana bu hujjatni ichiga ham ko'chirib qo'ygan yoki yangi hujjat yaratganda uni ichiga ham ko'chirgin degan va bu zanjir bo'lib ketib qolgan. Masalan, siz men bu kompyuterimda bu Word faylni ochadigan bo'lsam, meni kompyuterimga o'tgan mana shu buyruq. Keyin men bu fayldan, misol uchun, o'zim uchun nimadir foydalandim, yangi fayl qildim, umuman mutlaqo birinchi faylga aloqasi yo'q, lekin buyruq qolib ketgan va bu buyruq men keyin bu faylni boshqa odamga bersam, u keyin kompyuterga o'tib ketgan. Mana shunday qilib zanjir bo'lib fayl qo'ldan qo'lga o'tganda, buni ichidagi mana bu demak maxsus xavfli buyruqlar ham, promptlar ham Word fayl bilan birgalikda boshqalarga o'tib ketgan va bu orqali tizimlarni buzish imkoniyatini faqatgina tadqiqot sifatida ko'rsatib berishgan, Microsoft kompaniyasiga e'lon qilishgan va Microsoft kompaniyasi buni hozir yopishga harakat qilyapti. Umuman olganda bu sun'iy intellekt atrofida bo'layotgan yangi kiber xavfsizlik muammolarini o'rtaga olib chiqyapti. Biz shu paytgacha ko'rmagan, biz shu paytgacha eshitmagan, qo'llab ko'rmagan turli xil yangi mana shunday hujumlar turlari paydo bo'lyapti. 4-yangilik. Google AI qidiruvi asosiy qidiruv tizimiga aylanmoqda. Ya'ni agar siz Google'da hozir ahamiyat bersangiz, Google'da qidirganingizda sun'iy intellekt rejim paydo bo'lgan. Ya'ni siz natijalardan tashqari yuqorida AI mod degan joy turadi. Bossangiz, siz Google'da qidirgan narsangizga sun'iy intellekt javob beradi va siz yana pastda chat qilib buni davom ettirib ketishingiz mumkin. Ya'ni nimadir haqida savol so'radingiz, masalan, deylik O'zbekiston haqida nimadir savol berdingiz, oldin sizga Google bir nechta linklarni qaytaradi. Siz bu linklarni ochib o'zingiz kirib ko'rishingiz kerak edi. Hozir esa tayyor javobni qaytaryapti. Va bu AI mod, ya'ni sun'iy intellekt rejim deb tepada ko'rinib turadi alohida. Va bunga o'tsangiz, yana qo'shimcha savol javob qilishingiz mumkin va mana shu qidiruv tizimi ommalashishni boshladi va bu yil mana bu yerda SimilarWeb kompaniyasi platformasini hisobotiga ko'ra Google qidiruvlarini 43%, demak salkam yarmi endi mana shunday sun'iy intellektga to'g'ri kelyapti. Odamlar sun'iy intellektdan ko'proq foydalanishni boshlashyapti sekin astalik bilan. Bu demak o'tgan yili 15% bo'lgan ekan, bu yil birdaniga demak 3 baravarga ko'paygan. Va umuman olganda biz bu haqida bir oycha oldin ham aytgandik. Google o'zini oxirgi demak o'sha bo'lib o'tgan katta konferensiyasida sun'iy intellekt haqida gapirganda bu rejimni, ya'ni sun'iy intellekt qidiruv rejimini yanada kuchaytirib, uni ichiga hattoki mobil ilovalar yaratish funksiyalarini qo'shamiz. Uni ichiga har xil rasmlar, kartalar, hamma narsa ichiga kirib ketadi deb va'da bergan edi. Ya'ni siz qidiruv tizimini ichidan turib, masalan, nimadir siz o'zingizga foydali narsa qidirdingiz. Endi mana shu qidirgan narsamni menga mobil ilova qilib bergin desangiz, sizga mobil ilova ham yasab beradi. Deylik, masalan, siz biror joyga borishni reja qilyapsiz, safarni reja qildingiz va shu safaringiz davomida kerak bo'ladigan turli xil manzillarni qidirdingiz. Deylik, qandaydir masalan mehmonxonalarni qidirdingiz va hokazo boradigan qiziqarli joylarni qidirdingiz. Bir haftalik reja qildingiz. Endi mana shu bir haftalik rejamni menga mobil ilova qilib bergin desangiz, mana shu Google qidiruv tizimining ichidayoq sizga mobil ilova yasab beradi. Bu narsa yoz oyidan boshlab mana hozir AQShda mavjud edi. AQShdagi foydalanuvchilarga chiqarilgan edi. Katta ehtimol yilning oxiriga yoki keyingi yildan boshlab O'zbekistonga ham umuman dunyo bo'ylab bu narsa ommalashishni boshlaydi va kelajakda qidiruv tizimi demak katta ehtimol 100% sun'iy intellektga o'tib ketadi. Hech kim avvalgidek linklarni bosib, ochib, ichini ko'rib titkilab o'tirmaydi. 5-yangilik. Google DeepMind modeli robot tanasini to'liq boshqara oladigan yangi model taqdim qildi. Demak, Google Gemini Robotics 2 degan yangi model chiqardi. Bu model, demak, modellar haqida ko'p gaplashamiz. Geminining boshqa modellari ham bor, lekin shu paytgacha bu modellar hammasi chatbotlar edi. Ya'ni dasturlar yozadigan, kod yozadigan, tekst yozadigan, rasm yarata oladigan modellar edi. Mana endi Gemini Robotics 2 degan model chiqardi. Demak, bu ikkinchi versiyasi ekan. Bu endi aynan jismoniy dunyodagi robotlarni to'liq boshqara oladigan model.
Misol uchun agar siz robotlar ustida ishlayotgan bo'lsangiz, robot tadqiqot qilayotgan bo'lsangiz, robot yaratayotgan bo'lsangiz, endi siz bu robotga dasturni o'zingiz to'liq yozmasdan turib, mana bu Gemini Robotics 2 modeli orqali, demak mana shu modelni yuklab turib, robotni boshqarish mumkin bo'ladi. YouTube'da kirib ko'rsanglar juda ham ajoyib qilingan, juda ham mukammal tizim qilingan. Ya'ni Gemini Robotics men qiziqib ochib ko'rdim. Odatda robotlarni boshqarishda eng qiyin narsalari biz kundalik ahamiyat bermaydigan, biz uchun oddiy tuyuladigan vazifalar. Masalan, oddiy shu yerda mana shkafga nimadir olib tepaga qo'yib qo'yish yoki nimadir tortmadan tortib ichidan ochib olish, mana shu narsalar bizga juda ham oddiy tuyulgani bilan robotlarga shu narsalar qiyin. Shu narsalargacha bu yerda demak to'liqligicha dasturlangan, hattoki barmoq izlarini harakatlarigacha, ya'ni barmoqlarning harakatlarigacha mana shu model hisobga olgan. Demak, agar siz qandaydir robotik loyihalar robototexnika loyihalar ustida ishlayotgan bo'lsangiz, marhamat, endi siz uchun Gemini Robotics 2 modeli bor. Ochib foydalanib ko'rishingiz mumkin. 6-yangilik, Google demak nima deyapti? Sun'iy atrofdagi shov-shuvga qaramay, xodimlar o'z ishini to'liq avtomatlashtirmayapti. Demak, Google yaqinda hisobot chiqardi, AI and the Economy Atlas. Ya'ni sun'iy va iqtisodiyot degan mana shunday hisobot chiqargan va bu hisobotda bu aynan Gemini'dan foydalanayotgan 15 millionta foydalanuvchining ma'lumotlarini olib tahlil qilishgan. Demak, tahlil qilish jarayonida topishgan narsasi faqatgina 21% odamlar, o'sha turli xil kasb egalari 21%gina sun'iy sezilarli darajada foydalanyapti. 29% deyarli foydalanmayapti. Ya'ni 29% kasblar uning ichida yo'q. Mana shu demak Gemini'dan foydalangan, agar 15 millionning ichini olib qaraydigan bo'lsak, global miqyosdagi turli xil o'sha ko'proq bu kasblarni qaraydigan bo'lsak, fermerlar, haydovchilar, ya'ni qo'l mehnatiga asoslangan kasblar, to'g'ri. Demak, ular sun'iy umuman foydalanmayapti va umuman foydalanish mumkin bo'lgan odamlar ichidan ham faqatgina 21% undan sezilarli darajada foydalanyapti xolos. Va bu yerda foydalanishni tahlil qilishganda qiziq holati asosan sun'iy demak kognitiv vazifalar uchun ko'proq foydalanishgan. Kognitiv bu nima degani? Fikrlash, nimadir tahlil qilish, o'rganish, qidirish degan mana shunday vazifalarni sun'iylikka yuklashgan. Masalan, tasavvur siz o'zimizda ham shu narsa ko'p uchrayapti oxirgi paytlarda. Hattoki mana shu haftalik yangiliklar dayjestini tayyorlash jarayonida ham bu yangiliklarni topib kelish, ularni top ekanligini, ya'ni masalan kun davomida yuzlab yangiliklar chiqadi. Shular ichidan eng top 10 tasini saralash degan narsalarni men qo'lda qilmayman, sun'iyllikka berganman. Sun'iyllikka aytaman, bor internetda tahlil qilib, 10 ta eng top yangiliklarni topib kel menga deyman va topib kelgandan keyin men o'zim o'qib chiqib xulosa qilaman. Lekin hattoki mana shu xulosalarni qilishni ham hozir bemalol sun'iyllikka topshirishingiz mumkin va ko'pchilik shunday qilyapti ham. Va demak 86% vazifalar mana shunday vazifa bo'lgan. Va eng bitta biz kutgandan ko'ra nima deydi, biz kutmagan demak natija deylik, avtomatlashtirish. Ya'ni avtomatlashtirish deganda odamlar biror bir o'zi qiladigan vazifani to'liqligicha sun'iyllikka topshirish. Mana shu narsa deyarli yo'q. Ya'ni hech kim unday qilmayapti. Hamma sun'iyllikdan faqatgina yordamchi sifatida foydalanyapti. Unga nimadir vazifani beradi, lekin vazifani o'zi qiladi. Tushunarli? Demak, sizda qandaydir oldingizda katta vazifa turibdi. Shuni bir qismini sun'iyllikka beryapti xolos. Sun'iyllik nimadir bajarib kelgandan keyin, lekin to'liq vazifani baribir inson o'zi qilyapti. Demak, deyarli hamma kasblarda mana shu narsa kuzatilgan. Hech kim sun'iyllikka to'liqligicha boshdan oxirigacha mana vazifani o'zing bajarganda, o'zing topshirgin deb topshirmayapti. Va bu narsa to'g'risi demak AI hype bilan voqelik o'rtasidagi juda katta haligacha tafovut bor ekanligini ko'rsatyapti. Sun'iyllik haqida ko'p gapiryapmiz. Bizdan tashqari juda ham ko'pchilik gapiryapti. Agentlarim unday qilib tashlaydi, agentlarim bunday qilib tashlaydi degan videolarni ko'p ko'ramiz, lekin ularning ko'pi quruq gapligicha qolib ketyapti. O'rtacha odam sun'iyllikdan faqatgina chatbot sifatida unga oddiy savollar javob olish ko'rinishda foydalanyapti xolos. 7-yangilik, bu endi yana o'sha kiber xavfsizlik, sun'iyllik atrofidagi mojarolar mana shunga tegishli. Demak, Anthropic kompaniyasi Claude sinovlarda xavfsizlikni buzgan va shafqatsiz raqobat qilgan. Bu yerda to'g'risi ikkita yangilikni birlashtirib men keltirdim. Birinchi holati nima bo'lgan? Demak, o'tgan hafta o'sha OpenAI kompaniyasi o'zining GPT-5.6 modeli tashqi saytlarga hujum qilganini gapirib chiqqandan keyin bu aslida juda jiddiy hodisa bo'lgan. Bu haqida Claude kompaniyasi o'sha zahoti, to'g'ri Anthropic kompaniyasi FBRga ham, demak o'sha AQShdagi
demak kuchlatar tizimi ularga ham xabar bergan. Ya'ni bu ko'pchilik bu marketing uchun qilindi, shov-shuv uchun qilindi, hype uchun qilindi deyilyapti. To'g'ri, marketing tomonidan bu narsa kompaniyaga yordam berdi. Chunki qora PR ham bu PR degan gap bor. Lekin shunday bo'lsa ham bu haqiqatan jiddiy hodisa bo'lgan va bu haqida demak o'sha AQShni demak xavfsizlik tashkilotlariga xabar berilgan. Bu oddiy bir hazil-huzul uchun aytilgan gap emas. Lekin buni ortidan Claude ham hech kim so'ramasa ham demak bayonot chiqardi. Opus 4.7. Opus 4.7 aslida hozir Opus 5 chiqdi, oldin 4.8, bundan oldin 4.7 chiqqan edi. Ya'ni ikkita avlod oldingi modeli ham Opus 4.7 va o'sha payt o'sha Mythos 5 modeli bor edi. Ichki tadqiqot davomida ruxsatsiz buzib chiqib 3 ta saytga hujum qilgan va u yerdagi kalitlarni o'g'irlagan va yana bitta narsasi Mythos 5 o'sha modeli nima qilgan? Zararli paketlar yaratib turib, bu zararli paketlarni foydalanuvchilar yuklab olib o'rnatganda o'sha yuklab olgan foydalanuvchilarga ham hujum qilgan. Mana shu haqida bayonot bilan chiqdi. Endi bu bayonot bilan chiqqani yaxshi, endi mana bularniki endi ko'proq marketingga o'xshayapti. Ya'ni bizniki ham shunga qodir deb maqtanib qo'yganga o'xshayapti. Bilmadim haqiqat qayerda. Lekin bu narsa bo'lgan narsa. Endi ikkinchi yangilik bu yerda bunisi endi juda ham qiziq. Buni Claude'ni o'zi e'lon qilgani yo'q, Anthropic o'zi e'lon qilgani yo'q, balki maxsus tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan Anderson Labs degan demak laboratoriya bor. Mana shu laboratoriya e'lon qildi. Demak, bular nima qilishgan? Vending machine test degan test bor. Bu juda ham qiziq. Vending machine test degani, vending machine bu bilasiz, ko'chalarda, masalan, chet elda o'zimizda ham hozir ko'payib qoldi. Tanga tashlab ichidan har xil narsa sotib olish mumkin bo'lgan avtomatlar turadi. To'g'rimi? Ichiga pul solasizda va u sizga masalan kola sotishi mumkin yoki va hokazo mana shunday narsalar sotadigan mashina. Demak, test nimadan iborat bo'lgan? Mana shunday mashinaga endi bu virtual simulyatsiya xolos. 3-4 xil modelga demak hammasiga o'ziga alohida mana shunday mashina bergan, avtomatlar bergan va ularni o'zi yuritish kerak bo'lgan. Yuritib biznes qilish kerak bo'lgan. Ya'ni kim ko'proq daromad qiladi. Mana sizlarga misol uchun vending machine oliylarda masalan xotirasi men sizga aytsam, mana turibdi, ichiga o'zingiz kola olib kelib soling, daromad qiling. Xuddi shunaqa vazifa modelga yuklatilgan. Mana daromad qilinglar deyilganda va uchalasi bu bitta muhitda bo'lgan. Uchalasi bitta muhitda ishlab turgan. Bu yerda GPT-ni 5 va 6 modeli qatnashgan. Demak, Opusni qaysidir bitta modeli qatnashgan va yana qaysidir Gemini'mi qatnashgan. Ya'ni bir nechta modellar bir vaqtning o'zida biznes qilishgan. Va bu yerda aynan Claude'ni Opus modellari juda ham shafqatsiz raqobat qilishgan, o'g'irlik qilishgan, pora taklif qilishgan, ya'ni raqobatchilar bilan kelishib turib narxlarni oshirishgan, ya'ni mana shunaqangi g'irrom yo'llarni juda ko'p qo'llagan, ya'ni va haqiqatan yutib chiqqan. $110,000 shunga yaqin daromad qilgan. Lekin bu ya'ni faqatgina daromadga qaratganda va daromad qilish jarayonida juda ko'p demak g'irrom yo'llarni, juda ko'p demak noto'g'ri yo'llardan foydalangan. Bu haqida juda batafsil yozishgan. Demak, bir necha bor o'sha GPT 5.6 modeli bilan kelishib turib, ya'ni shunaqa darajagacha borishgan, kelishib narxlarni birga oshirishgan raqobatchi bo'lsa kelishgan. Yana bir necha holatlarda pora taklif qilgan raqobatchilariga. Demak, mana shunday holatlar bo'lgan va bu xulosa, bular aytayotgan xulosasi, mana shu laboratoriyaning xulosasi, hozircha sun'iy intellekt modellarini erkin qo'yib yuborishga erta. Ya'ni ularni biz hozir olib biznesni yuritgan deyishimiz erta, chunki ularda to'g'ri, noto'g'ri, yolg'on degan tushunchalar yo'q. Etika degan tushunchalar yo'q. Va u o'z xohlagancha biznes qilishi mumkin. Mana shunaqangi salbiy yo'llar bilan ham, salbiy oqibatlarga olib keluvchi yo'llar bilan ham biznes qilishi mumkin. 8-yangilik, Jensen Huang koalitsiyasi kengaymoqda. Faqat Anthropic unga qo'shilmadi. Xullas, 2 hafta oldin ham aytgan edik, AQShda juda katta bir ziddiyat ketyapti yopiq va ochiq vaznli modellar o'rtasida. Ochiq vaznli modellarni asosan Xitoy laboratoriyalari chiqaryapti. Ochiq vaznli modellarni istalgan odam yuklab olishi mumkin, o'zgartirishi mumkin, o'zi xohlagancha demak unga o'zgartirib, ishga tushirib, o'zi xohlagancha foydalanishi mumkin. Mana shunday modellar. Bu modellarni tabiiyki xavf haqida juda ko'pchilik demak ogohlantiryapti. Ya'ni xavf nimada? Nazorat yo'q. Yopiq modellar hammasi qaysidir kompaniyaga tegishli, shu kompaniya nazorati ostida, lekin ochiq modellarni istalgan odam yaratishi mumkin va istalgan odam uni o'zgartirib, istalgan maqsadda foydalanishi mumkin. Shuning uchun AQShdagi misol uchun Anthropic kompaniyasi yoki Sam Altman ham, OpenAI kompaniyasi ham AQSh hukumatiga xat bilan chiqyapti. Yopiq vaznli modellarni to'xtatinglar, ularga qarshi sanksiyalar qilinglar, Xitoy modellarini kiritmanglar, global miqyosda cheklaylik degan takliflar bilan chiqyapti. Lekin kutilmaganda Jensen Huang, ya'ni Nvidia kompaniyasining rahbari
chiqib turib yo'q, aynan mana shu ochiq vaznli modellar hisobiga raqobat yaxshi bo'lyapti. Ochiq vaznli modellar hisobiga demak sun'iy tez jadal rivojlanyapti degan taklifni demak ilgari surdi va buni yozgan xatini ostida 50 dan ortiq katta kompaniyalarni vakillari imzo qo'yishdi va ular ham mana shu ochiqlik tarafdori. Ya'ni ular yo'q, cheklash kerak emas, cheklaydigan bo'lsak sun'iy rivoji to'xtab qoladi deb aytishyapti. Demak, bu yerga hozircha Anthropic kompaniyasi qo'shilmadi, lekin Google kompaniyasi masalan qo'shildi. Nima uchun? Google kompaniyasi ham o'zi ham ochiq vaznli modellar ishlab chiqaradi. Mana Gemma modellari bor, hammasi ochiq vaznli, istalgan yuklab olib, uni o'zgartirish mumkin. OpenAI ham ochiq vaznli modellari bor, Facebookni ham o'sha Meta'ni ochiq vaznli modellari bor. Ya'ni ochiq vaznli modellar degani faqat Xitoyni tushunmaslik kerak. Deyarli hamma katta sun'iy kompaniyalar ochiq vaznli modellar chiqargan, Anthropicdan tashqari. Demak, Anthropic bu xatni tagida imzo qo'ymadi. 9-yangilik, OpenAI xakerlik hujumidan so'ng Hugging Face shaffoflikni talab qildi. Yana o'sha voqea, Hugging Face'ga OpenAIning modeli hujum qilgan va buni bular kech bilishgan. Ya'ni hujum bo'lib o'tgandan keyin bilishgan. Mana endi Hugging Face kompaniyasi OpenAIdan mana shu hodisa qanday bo'lib o'tgani haqida to'liq bayonotni chiqarishni va buni shaffof bo'lishini talab qilyapti va undan tashqari $100 million Hugging Face'ni demak hisoblash o'sha serverlariga pul ajratishni ham talab qilib chiqdi. Ya'ni biz misol uchun bu yerda Hugging Face'ni tushunish kerak. Hugging Face'ga OpenAI kompaniyasini demak modeli hujum qilgan va Hugging Face bu yerda talablari o'rinli. Birinchidan to'liq bizga ko'rsatinglar, bu jarayon qanaqa bo'lgan, qanday qilib agent o'zidan o'zi mana shu narsalarni buzib, yana kamiga yetmaganda internetga chiqib turib, internetda yana boshqa 4 ta saytga hujum qilgan. Hugging Face'dan tashqari yana 4 ta saytga hujum qilgan, juda ko'p kalitlarni o'g'irlagan, juda ko'p zarar yetkazgan. Demak, mana shuni shaffof tergov qilinglar, shaffof hisobot chiqaringlar deb talab qilyapti. OpenAI kompaniyasi albatta bu juda katta narxa chiqaramiz deb qo'ydi, lekin hozircha hisobotni biz ko'rmadik. Hammaga qiziq bu jarayon qanday bo'lgan. Oxirgi yangiligimiz, sun'iy yetakchilari hukumatdan avtomatlashgan sun'iy bo'yicha chora ko'rishni so'radi. Bu haqida biz ertaga kech kanalda juda ham uzun batafsil video ham tayyorladik. Kirib ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, ertaga kech Telegram kanalimizda. Xo'p, bu demak nima bo'lyapti? O'sha OpenAI kompaniyasini Hugging Face'ga qilgan hujumidan keyin 1200 dan ortiq olimlar chiqib turib, mana shunday avtomat, ya'ni o'zi avtonom harakat qiladigan sun'iy agentlarni cheklash kerak, ularni to'xtatish kerak, rivojlanishini cheklash kerak degan taklif bilan chiqishgan va bu yerda deyarli barcha o'sha OpenAI, Anthropic, Google va hokazo kompaniyalaridagi katta tadqiqotchilar bu xatni tagida imzo qo'yishgan. Ular ham mana shuni tarafdori. Lekin bu yuqorida aytganimdek, sun'iy cheklash to'g'rimi, noto'g'rimi, bu endi rivojlanishiga qanday ta'sir qiladi degan bahslar ham o'rtaga chiqib kelyapti. Ko'ramiz, natijasi qanday bo'ladi. Hozircha demak bu 1200 ta odam AQSh hukumatidan bevosita so'rashyapti. Demak, mana shunday anaqalarni to'xtatish vaqti keldi, cheklash vaqti keldi deyapti va qo'shimchasiga bu yerda o'sha avvalroq Sam Altman aytgan gap ham bir turtki bo'ldi. Biz demak singulyarlik nuqtasiga keldik. Endi bu nuqtadan keyin sun'iy cheklab bo'lmaydi. Sun'iy o'zini o'zi rivojlantirib ketaveradi. Endi unga odamlarning ishtiroki shart emas degan g'oyani ilgari suryapti. Shuning uchun ham olimlar aynan mana shu nuqtaga kelib qoldik yoki bu nuqtaga kelishdan oldin cheklamasak, keyin uni cheklab bo'lmaydi, keyin uni nazorat qilib bo'lmaydi deb aytishyapti. Hafta yangiliklari shulardan iborat edi. Albatta kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Kelgusida ko'rishguncha xayr.